Barcha go'zallarga xayrli kun. Yana bir bora biz hozirgina narsalarimizni yig'ib, terib, hammasini joy-joylab bo'ldik. Endi xudo xolasa narxlari chiqqanlarini sekin-sekin obzorini boshladim. Qizlar ko'p narsalar to'g'ri sizlar aytgandek kam kelgan, o'sha SMSlar to'lib ketdi. Sekin-sekin hammasiga javob berishga harakat qilaman. Endi esa sizga hozir tonerlarning obzorini qilaman. Qaranglar. Mana shu qator полностью mana tonerlarni terganmiz. Mana toner deb yozib qo'yganmiz. Hammasi toner hisoblanadi, go'zallar. Qaranglar, bu yerda qanaqa tonerlar bor. Birinchi turga mana bu qizil krishkalik tonerimiz bor-ku, o'sha ko'p ugli chiqadigan qizlar uchun ayni muddao hisoblanadi. Ikkinchisi esa puderinlik, bu ajinlarga yuzni yoshartirish uchun namlik miqdorini zo'r qilib beradi. Bu mist namlantiradigan. Bu va bunisi poralar uchun toner hisoblanadi. Va pishiq kuchli qizlar bular ham namlik balansini, ham poralarni, ham qarishga va pishiq klassni aynan bu toner ham, bunisi aynan poralar uchun. Bu esa kislotniy toner hisoblanadi. Bu Sika